Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Ushbu tasvir Surxondaryo viloyati Muzrabot tuman markazi Yangi Hayot mahallasidan bo'lyapti. Mana ko'rishimiz mumkin. Mana archa qurigan. Mana bu yerda mana ko'rishimiz mumkin. Yana bitta katta archa qurigan. Bunda ko'rishimiz mumkin 3-sonli qaldirg'och bog'chani oldida ham bir 2 dona archa qurigan. Shu Muzrabot tuman ekologiya tashkiloti bo'lgan-bo'lmaganga kelib obodonni jarima qilaveradi. Undan ko'ra yurib ko'cha-kuyda mana shunday ishlar bilan shug'ullanib, mana shu qurigan archalarga hujjat qilib bersin. Mana biz obodonlashtirish xodimlari kesib bir qiynalgan beva bechoraga beraylik. Topib olgani shu bo'lmaganga tashkilotdan oqmay, mana yurib ko'rsin-da, ishlasin mana. Obodon butun yangi O'zbekiston bo'ylab hamma joyda davlatning xalq xizmatida mana bunday archalarga ruxsat bersinki, biz kesib olib bironta qiynalgan oilaga beraylik. Mana ko'rishimiz mumkin. Ko'rishimiz mumkin, bog'chaga yaqin joyda ham bitta yarim archalar qurilgan. Shu ekologiya ko'cha-kuyda yursin, aynalsin. Tuman qanday bo'lyapti, qaysi mahallada ahvol qanday? O'shanday qurigan daraxtlar bo'lsa, aktini qilib bersin mana bizga obodonga. Biz uni kesib joyiga mevali daraxtlar ekishga harakat qilamiz. Bizda hozircha ishlar xayr, salomat bo'linglar.